Mani ismim Dono, o'zim shifokorman. Atomiy kompaniyasiga 2023-yil a'zo bo'lgan. Hozirda Toshkent viloyat ofisi rahbariman. Atomiy bilan tanishishimizda hammamizda savol tug'iladi. Atomiy kompaniyasi qanaqa? Mahsulotlarni kimlar ishlab oladi? Bu onlayn magazinmi yoki tarmoqli marketingmi? Men shunaqa javob bergan bo'lardim. Atomiy kompaniyasi o'zi ishlab chiqaruvchi emas, lekin Janubiy Koreyada joylashgan loyihasi katta, sifatli mahsulot ishlab chiqaradigan kompaniyalar, zavodlar bilan shartnoma tuzish asosida, Atomiy brendi asosida mahsulot ishlab chiqartiradi hamda global platforma orqali dunyoni shu mahsulot bilan ta'minlaydi. Endi atomiy mahsulotlarini xoh yosh bo'lsin, xoh katta bo'lsin, xoh sog'lom bo'lsin, xoh bemor bo'lsin, xoh oddiy inson bo'lsin, xoh boy bo'lsin, hamma ishlatishi mumkin. Meni o'zimning fikrimcha, Atomiy bu onlayn magazin. Men o'zim onlaynda do'kondan xarid qilgandek, o'zim uchun, oilam uchun, yaqinlarim uchun sovg'a sifatida shu Atomiy kompaniyasidan mahsulot sotib olaman. Va shu bilan bir qatorda shu mahsulotlarni sotib olish jarayonida biz o'zimizga sistema yaratish orqali biznes yuritish imkoniyatini beradi. Bu juda ham zo'r kompaniya. Endi Atomiyning tarixi, uni marketing plani, shiorlari haqida juda ko'p gapirishgan. Men bugun sizlarga Atomiyning afzalligi va qulayliklari haqida gapirmoqchiman. Xo'sh, shunaqa zo'r kompaniya ekan, qanaqa qulayliklari bor? Kompaniyaning mahsulotlarining afzalligi, mahsulotning sifatini o'ta yuqoriligi. Mahsulotini ishlatganimizda o'zimiz huzur qilamiz. Sifatli mahsulot ishlatgandan keyin o'zimiz faxrlanamiz hamda bu mahsulotni yo'l atrofimizdagilarga, boshqalarga reklama qilishda bizda qiyinchilik yuqoriladi. Va shu asosda biznes yuritishimiz mumkin. Faqat bitta yomon tomoni bor. Nima bilasizlarmi? Bu mahsulotni o'rganib qolgandan keyin boshqa ishlab chiqaruvchining mahsulotini ishlata olmaymiz. Chunki ishlatsak, o'sha farqi bilinadi. Shunday ekan, siz ham, men ham juda ham yaxshi kompaniyani tanlaganmiz va bundan buyoqda ham shu kompaniya bilan birga bo'lamiz. Keyingi afzalligi va bu juda ham muhim, mahsulotlar narxi. Atomiy kompaniyasi mutlaq sifat, mutlaq narx degan shior ostida ishlaydi. Buni hammalar bilasizlar. Endi mahsulotlar narxi arzonligi juda arzon emas. Chunki mass marketlardagi tovarlardan ko'ra arzon emas. Shu kategoriyadagi tovarlarga, masalan, boshqa firmaning brend tovarlarini xuddi shunaqa sifatli narsasini bu narxga ola olmaysiz. Bunaqa bizning mahsulotimizdan 2-3 ta narxiga. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Endi keyingisi biznes yuritish sistemasi. Biznes yuritish sistemasi juda ham sodda va juda ham yaxshi tuzilgan. Avvalo, kompaniyaga a'zo bo'lish mutlaqo bepul. Sotib olish, majburiy sotib olish paketi yo'q. Mahsulotni sotish ham talab qilinmaydi. Faqatgina o'zingiz mahsulot sotib olasiz va o'zingizga o'xshagan xaridorlarga sistema tuzasiz, ularni a'zo qilasiz, kompaniyadan mahsulot sotib olishni o'rgatasiz, hamda shu bilan biznesingiz yurg'izib, kabinet egasi bo'lasiz. Bu juda ham qulay, to'g'rimi? Endi keyingisi rag'batlantirish sistemasi. Juda shaffof va tizimli yo'lga qo'yilgan. Atomiyda sponsorlik mukofotlari oyiga har seshanba kuni beradi. Bir kun o'tib ham ketmaydi yoki yo'qolib ham qolmaydi. Chunki shaffof, buni kabinetdan ko'rib turasiz. Hamda oylik ikkinchi hamda ikkinchi kunlari markaziy uchun rag'batlantirish hamda masterlik darajasiga erishgan uchun rag'batlantirish summalari kabinetingizga tushadi. Va bu juda ham xursand qiladi. Chunki buni ketidan yurish kerak emas, qidirish kerak emas. Hammasi ochiq ayon ko'rinib turadi. Yana bitta qulayligi logistika. Yaqin kunlargacha, mana bundan 2-3 oy oldin ham mahsulotlar faqat Atomiy markaziga yetkazib berilardi. Mana ofisimizning sa'y harakati bilan hozirda uygacha yetkazilyapti mahsulotlar. Bundan keyin ham rivojlanish bo'lib, nasib qilsa, Atomiy O'zbekiston ofisida mahsulot buyurtmalarni berish punkti ochilish arafasida hamda bunaqa punktlar har bitta viloyatdagi ofisda bo'ladi. Bu o'z navbatida
buyurtma qilingan mahsulotni uzoq kutib qolmasdan tezda qo'lga olish imkoniyatini beradi. Bu juda ham yaxshi, hammasi biz uchun, hamkorlik uchun qilinayotgan sa'y-harakatlar. Endi o'qish sistemasini aytadigan bo'lsak, avvalo bizani taklif qilgan sponsorimiz bizga hamma mayda-chuydasini tushuntiradi bu kompaniya haqida. Sponsor bo'lgani yaxshi, lekin sponsor bo'lmasa ham hech ham buni qo'rqinchli joyi yo'q. Atomiy saytida hamma ma'lumot joylashtirilgan. Avvalo marketing rejasi to'g'risida, erta hamma ma'lumotni ipidan iynasigacha ko'rib chiqib o'rgansanglar bo'ladi. Har bitta mahsulot, saytga qo'yilgan mahsulot haqida to'liq informatsiya bor. Shuning uchun hech ham qiyinchilik tug'ilmaydi. Xohish bo'ladigan insonlar bemalol hammasidan o'rganib, tizimli marketingni yo'lga qo'yib, ishlash imkoniyatini beradigan kompaniyadir. Endi bu kompaniyada ishlash uchun iqtidorli, boy, harakatchan, qat'iyatli bo'lish shart emas. Siz studentmisiz yoki uy bekasi yoki yosh bola bilan dekretdamisiz, ofis ishchisimisiz yoki ishsizmisiz, nafaqadamisiz, farqi yo'q. Shu kompaniyani hamma marketing plani asosida ishlanadigan bo'lsa, olam guliston. Chiroyli bo'laman, sog'lom bo'laman, boy bo'laman degan insonlarga hamma sharoit yaratilgan. Sizning yutug'ingiz va rivojingiz kompaniyaning eng oliy maqsadidir. Atomiy bilan baland cho'qqilarni zabt etishingizda hammangizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Dono Rahmatullayevaga rahmat aytamiz. Yana bir marta amin bo'ldimki, biz dunyodagi eng yaxshi kompaniyadamiz.